Kechagi savollarni davom etamiz. Hozir biroz vaqtim bo'ldi. Menimcha bu yerda savol noto'g'ri ketib qolgan. Osteopat debdi. Osteoxondroz demoqchi bo'lgan bo'lsangiz kerak. Chunki osteopatlar bular mutaxassislar, o'sha suylar bilan shug'ullanadi. Osteoxondroz o'zi yoshga xos holat. Prosta hozir bizada fizический jismoniy harakatlar kam bo'lgani uchun o'sha nosog'lom yashaymiz ko'pchiligimiz. O'shaning uchun hozir osteoxondroz yosharib borgan, ya'ni yosh insonlarda ham osteoxondrozlar kuzatilyapti. Endi bular ayrim holatlarda og'riqlar keltirib chiqaradi. O'sha bizga noqulayliklar keltirib chiqaradi, og'riq beradi. Apiterapiya hamda fizioterapiyani teng olib borsa, osteoxondroz keltirib chiqarayotgan mana shunaqa og'riqlar, asoratlar juda ham yaxshi, effektiv natija beradi. Chem oddiy og'riq qoldiradigan MPVSlar olgandan ko'ra bu yaxshi. Lekin yana keyinchalik og'rimasligi uchun o'sha jismoniy doim mashqlar qilib yursa, o'sha umurtqamiz sog'lom bo'ladi va bizga uzoq yil yaxshi xizmat qilib beradi. Yana savollaringiz bo'lsa yuboringlar, vaqtim bo'lganda mana shunaqa javob berishga harakat qilaman.